Payg'ambarimiz alayhissalom 3 joyda, suv yo'llarida, odamlar ko'p yuradigan yo'llarda, soyali joylarda hojat chiqarib, odamlarni qarg'ishini olishdan saqlaning. Demak, hammamiz o'sha narsani ko'rsak bir qator qaraymiz-da. Agar shu odamlar o'tiradigan joyda shu axlat qilganini ko'rsa, har qanday odam ichida qarg'ish degani la'nat aytish. La'nat aytasizda. Bu narsadan saqlanish kerak. Mashinada ketyapti-da, oynasini ochib, axlatini irg'itib ketyapti, chiqindisini. Ha, u yerda ham odam yashayapti. Bu yerda ham sizga o'xshagan bitta inson bor. Qani bu yerda madaniyat? Yana biz boshqa yurtlarni maqtaymiz, og'zimizni to'ldirib aytamiz. Yevropaga borsiz, Yaponiyaga borsiz, bir joyda axlat ko'rmaysiz ekan, unaqa ekan, bunaqa ekan, falon yurtga borsiz, bitta odam pista po'chog'ini ham tashlamas ekan. Bu o'zi musulmonda bo'lish kerak azizlar. Bu asli musulmonda bo'lish kerak. Hozir aytaman, ehtimol uni keyin qanaqa munosabat bildiradi bilmayman egalari. Mana bu tog' tomonlarda tepada odamlar dala hovlilari, dam olish uylarini qurgan, aksari o'sha o'zining uyidagi hojatxona quvurini oqar suvga ulab qo'ygan. Juda katta gunoh bo'ladi mana shu narsa. Nimani xor qilsa bir kun Alloh shunga zor qiladi. Bizni xalqimiz shunchalik darajada suvni qadrlagan, hatto suvga tuflash mumkin emas bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam suvga tahorat sindirishlikdan, suvga tuflashlikdan qaytarganlar. Mana yoshi ulug' otaxonlar bilan gaplashib qolsak, mana shu oqar suvlar to'g'risida gapirganda yoshliklarini eslab aytadilar. Bizni deydi, onamiz non yopganda o'sha suvga tashlab, ushlab yer edik deydi. Suvni ichar edik, oqayotgan suvni deydi. Kechirasizlar, hozir oqayotgan suvlarda, ariqlardagi, anhordagi suvni ichish u yoqda tursin, odam tahorat olgani ham xijolat bo'ladi. Chunki najosat oqizyapti. Shuni qilayotgan ham bizi bitta dindosh, bitta vatandoshimizda. Aslida oldin mahallalarning oqsoqollari ko'chalarda yurib, yangi kelinlar ko'chani supurayotganda ariqqa supurganini ko'rsa, uyda kattasini chaqirib tanbeh bergan. Men shuni ko'rganman masalan mahallamizda. Kelinda o'ziga gapirgani istihola qilib, uyda kattasini chaqirib, "Men o'tib ketayotgandim namozga masjidda, ertaman keliniz ko'chani supurib, ariqqa supurayotgan ekan. Bunaqa qilmasin" deb tanbeh berardi. Uylardan chiqadigan oqava suvlarini anhorlarga, daryolarga oqizib qo'yishlik holatlari bo'lsa, uni zudlik bilan to'xtatish kerak. Uning uchun u qiyomatda qattiq javobgar bo'lib qoladi. Qattiq gunoh qilayotgan bo'ladi. Bu narsani to'xtatish kerak-da. Yaxshisi o'sha boshqalarni ham shuni ko'rganda hammamiz bir bo'lib bu narsaga qarshi o'zimizni fikrimizni, e'tirozimizni bildirishimiz kerak.